Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan va bugungi videomizda biza NTT 303 haqida gaplashamiz. Agar siz kimligini bilmagan bo'lsangiz, mana shu bratanimiz bo'ladi. Like va obunani bosib qo'ying. Agar bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bu videoni boshladim. NTT 303 bu serverlardagi xato va bu eski serverlarda va balki yangi serverlarda ham bo'ladi. Va uning ko'rinishi oq bo'ladi, ichki tomoni qora va ko'zlari qizil bo'ladi. U nima qiladi? U sizni kuzatadi har doim. U asalikda sizni kuzatadi. Agar siz uni ko'rib qolsangiz, chat yozishni boshlaydi. Sen bu dunyodan chiqib 303 degan kabi yozuvlarni qoldiradi. Agar siz uyingizni qurib va boshqa joyga umuman uzoqlikka kelsangiz va eski uyingizni topolmasangiz, bilingki, u uyingizni NTT 303 yo'qotgan bo'ladi. NTT'ning qobiliyatlari: u teleport qila oladi, chatga yoza oladi, serverning buzish va har xil tablitkalarga o'z yozuvini qoldirish, ya'ni 303 kabi. Uylarni yondirish va bombalarni portlatish, hatto u moblarni ham boshqara oladi va boshqa narsalar. Agar siz menga ishonmayotgan bo'lsangiz, bu videolarni albatta ko'ring. Aytgancha, bu zapislar oxirgi 2025-yil olingan. Mana video ham o'z nihoyasiga yetdi. Rosta ham NTT 303 bo'lgan va men ko'rsatgan videolar 2025-videolar edi. Va shuni aytib qo'yayki, like va obunani bosib qo'ying. Sizlar bilan Brex bo'ldi va xayr.